Mana bu Prado avtomobilimiz azizlar yangi turgan nima deyapti? Gazini bosamiz, kommentariyani gumillatamiz azizlar. 200 rubl evaziga 355 dona azizlar. Общий prezimiz 350 donasi azizlar. Pul konvertlarini tashkil qiladi. 3000 lik, 2000 lik, 1000 rubllik va keyingi turga, yangi turga biletlarni tashkil qiladi. Qop-qora svetdagi mana shu Captiva avtomobilni 200 rublga yutib olishga nima yetsangiz, mana shu baxtli inson aynan siz bo'lasiz. Avtomobilni yutib olasiz va mazza qilib haydab yurasiz. O'yin aksiyasi bilan chiroylaysiz. Ya'ni 5 dona bilet xarid qilsangiz 6 dona qilib yozib beraman. 10 dona bilet xarid qilsangiz 13 dona qilib chotki chiroyli qilib shaxsan o'zim biletingizni chotki chiroyli qilib yozib beraman. Ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqamiz. Salon bilet bormi deb yozamiz va barcha savolalaringiz bo'lsa, qiziqarli savolalaringiz bo'lsa, hammasini WhatsAppga yozib qoldirishingiz mumkin. Barchasiga men shaxsan o'zim javob berib o'taman azizlar. Mana shu qora bayirni yutib oling, mazza qilib haydab yuring. Captiva avtomobiliga gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu Captiva avtomobil aynan siz uchun azizlar 200 rubl evaziga. Bunaqasi hali bo'lmagan. Ko'rib turgan avtomobillaringizning hammasi o'yinga ishtirok etadi. Atigi 200 rubl evaziga. 5 dona qop-qora svetdagi Captiva avtomobillar nima deyapti azizlar? Atigi 200 rubl evaziga. Общий prezimiz 355 donani tashkil qiladi. 5 dona qop-qora svetdagi Captiva avtomobillar atigi 200 rubl evaziga 200 rubl bilet narxi. Siz qaysi davlatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar mening uyimda bemalol ishtirok eta olasiz. Rossiyaning uzoq shaharlari bo'ladimi? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, o'g'alarim, akalarim o'yinga ishtirok etadigan payt keldi. 200 rubl evaziga 5 dona qop-qora svetdagi Captiva avtomobillari. O'z omadingizni sinab ko'radigan payt keldi. Qani endi ketdik video obzor avtomobillarga.